uchrashuvni zaxirada boshlayapti. Endi katta turnirdan kelgach jamoaning yig'inlarida to'liq ishtirok etishgani yo'q. Bunyodkor-ku yaxshi o'tkazdi birinchi davrani. Endi birinchi davra deymizda boshqa iloji yo'q. Katta tanaffus bo'ldi-yu o'rtada. Yaxshi o'tkazdi Bunyodkor. Oxirgi uchrashuvda Qo'qonga mag'lub bo'lgan edi. May oyi avvalida. Undan oldin esa Navbahorni taslim qilgan. Hozir esa Bunyodkor tezkor hujum tashkil etmoqda. Bunyodkorning imkoniyat bo'lishi mumkin. Chempionatdan kirib borildi. G'olib Aybullayev qarshi olyapti. Zarba yo'llandi. Va qanday gol urilmoqda! Bunyodkor jamoasi hisobni ochmoqda. 5-daqiqada yo'q. Bilolxon Toshmirzayev gol urib, mavsumdagi o'zining 4-golini urmoqda. Superliga qaytmoqda. Mana shunday chiroyli gol kerak edi albatta. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu pas hudud bo'sh edi. Zafar Murod Abdurahmatovga savollar bisyor bu vaziyatda. U qayerda, qani? Har holda mana bu kadrda menga ko'rinmadi, lekin zarba esa juda chiroyli ko'rindi. Juda ajoyib edi zarba va golga assist bergan o'yinchi bu Plitnyov edi. Vaqtida to'pdan qutuldi Dmitriy. Bilolxon esa bu yog'ini ijro etdi. Yuqori 9-ga joylab qo'ydi. Mana shunday start do'stlar. Bu ikki jamoa o'rtasidagi so'nggi o'yinlarda qanday jangovar bahs kuzatilayotganligini aytib o'tgan edim. Nasaf oldinga o'tmoqda Abdurahmatov, mana bunday pas. Xo'sh, Bobur Abduxoliqov hisob tenglashdi 14-daqiqada. Nasaf javob qaytardi. Gol o'tkazganidan so'ng Nasaf tashabbusni o'z qo'liga oldi va Zafar Murod Abdurahmatov boyagi gol uchun qarzini uzdi deyishimiz mumkin jamoasi oldida. Hozir mana bu gol yaralishida Abdurahmatov katta hissa qo'shdi va o'z xatosini yuvib ketdi. Mana shunday. Kutmagan ekan bunday pas bo'lishini. Murodbek Rahmatov. G'aybullayevdan ko'ramizmi zarba? Mana zarba va darvozabon qaytardi. Abdumavlon Abdujalilov futbolchilarni markazga chorlayapti. Takrorni ko'rishingiz mumkin. Bu jahon chempionatidagi o'nglanish kerak. Pas Muhiddinovdan uzatma. Zarba bera olmadi. Shalla va qanday zarba Bobur Abduxoliqovdan. Mana Muhiddinovning uzatmasi, Shalaning harakati, Bobur Abduxoliqovning zarbasi. Men o'shanda to'sin degan edim, ustunga tekkan ekan. Zarba kuchli bo'ldi o'sha pallada. Rustamovga yerlatib uzatma. Mana bu yerda xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Nasafda imkoniyat bor. Tubanju uning zarbasini himoyachi darvozaga o'tishini to'xtatdi. Ana endi esa Kriva Kapich Bunyodkorda qarshi hujum bo'lishi mumkin. Albatta Toshmirzayevdan mana bunday uzatma. Umarbek Eshmurodov bilan kurashib ko'radi. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Abdusalomov to'pni to'xtatib o'nglanib olyapti. Abdusalomov zarba yo'lladi. Noaniq. Mana Bunyodkor qarshi hujumlarda qanday darajada xavfli ekanligini ko'rsatishyapti. Mana shu yerda u taslim bo'lishi mumkin emas hozirgi vaziyatda. Abdusalomov esa Aybullayev qarang. Matiya qayerga o'tsa, g'olib u bilan deyarli yonma-yon yuribdi. Hozir esa o'ng qanotdan Toshmirzayevning hujumi, qanotni o'zgartirdi Bilolxon, zarba beradi. Mana bunday zarba darvozabonning qo'liga bordi. Abduvohid Ne'matov qiyinchiliksiz egallab olmoqda. Ne'matovga Abduxoliqov zarbani ko'ryapsiz va u noaniq. Darvozabon oldinga chiqib ketganidan foydalanishni xohladi u. Foyda bermadi lekin bu yurish. Uzoqdan yo'llangan zarbani ko'ryapsiz. Rahmatov uning muallifi edi. Zafar Murod Abdurahmatov. O'sha boyagi to'qnashuv bo'lishi mumkin. Shunday vaj bilan chaqirilgan. Mana bu yerda Otubanju qizil kartochka ko'rib chiqilyapti. To'g'ri. Xo'sh. G'ayrat Jo'rayev.
Sariq bekor. Ha, yo'q. Bekor emas, lekin sariq beryapti. Komilov oldinga. Rahmonov hujumni qaytarayotgan edi. Shala, Adeniz yurmoqda. Adeniz pas. Mana bunday vaziyatga yuzaga kelyapti Nasafda. Himoyachilar yaxshi o'ynashdi. Ikkinchi tempni darhol Nasaf boshlab berdi. Shala, Adeniz ikkinchi qavat. Otubanju boshqa nuqtada edi, lekin to'p keldi unga. Yusufning zarbasi. Bobur Abduxoliqov 2-over. Dubl Abduxoliqovdan Bobur Abduxoliqov mavsumdagi 5-to'pini kiritmoqda. Nasafning hujumlari gol bilan yakunlandi. Mana hujumni ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi taym tezda boshlandi. Yusufga kelyapti. Zarba o'xshamadi. Abduxoliqov esa chap oyoqda ustuni yordamida to'pni darvoza to'riga joylab qo'ydi. Bunyodkor endi ta'qibchi rolida. Bunyodkor bu rolda qanday tutadi o'zini, qanday ko'rsatadi va hozirgi golga reaksiyasi qanday bo'ladi? Mana shu o'yinning qolgan daqiqalaridagi asosiy intrigalardan biri. Zarba zo'r chiqqan. O'sha Zafarmurod Abdurahmatov, Murodbek Rahmatov oldinga. Yaxshi Otubanjuga o'tyapti to'p. Yusuf qanday o'ynadi? Wow! Otubanju! Messi bo'lib ketdi-ku. Nishonlashchi. Darvozabonga chaldi o'tdi Yusuf. Otubanju uning mavsumdagi ikkinchi goli. Lokomotivga urgan edi avval gol. Bugun mana Bunyodkor darvozasini qanday ishg'ol etyapti? Mana ko'ring. Bu golni ko'rish kerak. Mana bu pas ajoyib edi. Va himoyachidan o'tib ketish, yo'lda ochibdan keyin Normurodov hamda darvozabonni qanday chalg'itish. Otubanju o'zini juda zo'r his qildi. Murodbek Rahmatov edi mana bu super uzatma muallifi. Rahmatovga albatta Yusuf rahmat aytish kerak. Bu yog'iga qarshiliklar Otubanjuga rahmat aytish kerak. Juda zo'r. Albatta bunday golni chiroyli deb ta'rif beramiz. Boshqachasiga iloji yo'q. Ha, chiroyli gollar faqat uzoq masofadan urilmaydi, maydonga tushdi. Amir To'raqulov esa 22 yoshda. Narimonjon Ahmadjonov bor edi 2005-yilda tug'ilgan, 21 yoshda. Eng kichiklardan Adeniz Shaladan zarba darvozabon. Abdumavlon Abdujalilov qaytardi. Qaytargan ekan Abdumavlon Abdujalilov. Save. Bahromov, Yusuf, Otubanju yo'qotdi to'pni. Ketdi Bunyodkor hujum boshlamoqchi. Uzatma noaniq. Otubanjuga ikkinchi sariq va xayr. Uyga boraversang bo'ladi. Hozir shu sariqni bilib turib Otubanju qo'pol o'ynadi. Birinchisida xo'p ehtiyotsizlik, raqib yuziga zarba tirsak bilan. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu pas Olimjonov yetib boradi. Uzatma amalga oshirmoqda. Eshmurodov yuqoriga ko'tardi. Pletnyov. Jonglyor. Lekin vaqtida to'pdan qutulishni bilmadi. Qaytib olinyapti. Normurodovning yaxshi zarbasi bor, bu safargisi o'xshamadi. Bunyodkor qarshi hujum qiladimi? Normurodov uzun pas tayyorlayapti. Tutilgan emas, chalg'ituvchi harakat bo'lib chiqdi, lekin Bunyodkor hujumni davom ettirmoqda. Zarba ko'ramizmi? Ha, ko'rdik. Abduvohid Ne'matovga hech qanday qiyinchilik tug'dirmadi. Bahromov, Abdusalomov, Pletnyov, Dmitriy, devor uslubidagi kombinatsiya. Pletnyov o'tdi. Zarbami? Ha, zarba Dmitriydan. Ne'matov o'z o'rnida. Bo'ldi. Uchrashuv yakunlandi do'stlar. Nasaf jamoasi mavsumdagi navbatdagi g'alabani qo'lga kirityapti, lekin bu 6 o'yinlik g'alabasi seriyadan so'ng
qo'lga kiritilmoqda. Ro'zg'ulberdiyev hamda Ilyos Zaytullayev, ikki mutaxassis suhbat qurmoqda o'yindan so'ng. Nasaf jamoasi haqli g'alabani qo'lga kiritdi bugun. Nasaf bugun har jabhada yaxshiroq o'ynadi. O'zingiz ko'rdingiz o'yinni.